Sizlar o'shaning uchun ayollar o'zingizlar bilan o'zingizlar birinchi kelishib olinglar nima xohlayotganinglarni. Agar sizlar lider erkakni xohlayotgan bo'lsangiz, lider erkak u har doim ishi ko'p. U har doim ko'chada, u har doim dvijeniyada, o'sha oyiga 10 ming, 20 ming dollar pul topish uchun u har doim общенияda, u har doim muloqotda, u har doim sayohatda, shunaqada. Ani damashning erkak mili, ani bolani pampasini siz bilan birga almashtiradigan, seriallarni ko'radigan. Neshin seriyaga keldik onasi, men bugun o'zim fartularni taqib, hozir sizlarga sholg'omlar bilan haligi zo'r qilib osh qilib beraman deydigan damashning erkak xohlaysizda, lekin damashning erkagidan 7 ta zavodi bor erkakning imkoniyatini va e'tiborini xohlaysiz. O'shaning uchun boy oiladagi bir milliarder insonni xotiniga havas qilishdan oldin siz u xotini oyiga 3 marta, 4 marta erini ko'rishga tayyor. Siz shunga tayyormisiz? Siz shu tomonlarni ham o'ylang-da.